To'yki lab bo'yash texnikasini hali ham bilmaysizlarmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi o'rinda to'kiluvchan pudra yordamida labimizlarni rangsiz qilib olamiz. Bilaman, bu tintni juda ham ko'p blogerlarda ko'rgansizlar. Bugun men sizlarga o'zimning texnikam bo'yicha surib ko'rsataman. Birinchi bo'lib, labimni полностью shu tint bilan bo'yab olaman. Qizlar, sizlarga bitta lifehack aytaman. Qo'limiz bizda shunaqangi yaratilganki, agar bu tarafdan boshlab, bu tarafga yurg'izadigan bo'lsak, pastdan tepaga tekis chiqib, tepadan pastga dumaloq bo'lib tushadi. Shu sababli lab bo'yayotganda ikkala tarafdan bir xil chiqishga harakat qilinglar, yoki tepadan pastga, yoki pastdan tepaga. Shunda labinglar ikki xil bo'lib qolmaydi. Rang kam joylariga ozgincha qo'ysanglar bo'ladi. Endi o'zingizlarga yoqadigan Mistyz qalamini 715 yoki 745 jigarrang ottyenkasini olib, konturini chizib chiqamiz. Iltimos qizlar, konturdan juda ham ko'p chiqib bormanglar, bu juda ham xunuk ko'rinadi. Meni juda ham yaxshi ko'radigan bilezklari Vivian saboni bilezki. Labga ozgincha sursanglar, и так zo'r ob'em beradi. O'sha farqini sezgandirsizlar? Ko'rishinglar mumkin, sochning mo'shning lablarimiz tayyor bo'ldi. Bu texnika bilan bo'yasanglar 6 soatdan 8 soatgacha turib beradi labinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, agar video yoqqan bo'lsa, kommentariyada olcha tashlab qo'yinglar.